Korxonaga gilam yuvuvchilar bilan to'planishga keldik. Xudo xolasa kasbdoshlarimiz bilan hammamiz fikr alishamiz. Xudo xolasa bu yerda ko'p joydan orzu bilan ko'p gilam yuvish korxonasi rahbarlari yig'ilgan. Xudo xolasa hozir sizlar bilan hammasi tanishdim. Faoliyatim shu xudo xolasa 5 yil. Qo'qondanmiz. 3 yil bo'ldi ish boshlaganimizga. Korxonamiz nomi Shams. Qo'qondan Yorqin gilam yuvish korxonasi rahbariman. Yo'q, 5 yil bo'ldi. Quyida Sardobiy ismim. Tanganlar biladi, bilmaganlarga salom alaykum. Tomorqa korxonasini rahbariman. 2-yil ketyapti ish bo'ldi. Baliq tumanida Qo'llanadigan gilam yuvish korxonasi. Ishonch gilam yuvish korxonamiz bor. 2020-yildan beri ishlaymiz. Asosan Marg'ilondan Ifor gilam yuvish korxonasi, ismi Qaldirdan 3 yil 4 yildan beri ishlaymiz. Toshkentda Musaffo Karpet gilam korxonasi davosiga 4-yil. Hammalaringga Namangandan Yangi dunyo firmasini olib kelganmiz. Rahbarlar akam, men ikkalamiz. Farhodjon, Shavkatjon. Aka-uka. Gilam yuvish rahbariman. 4 yildan beri faoliyat olib boramiz. Gilam yuvish korxonasi rahbariman. Biz 6 yildan beri Ishonch gilam yuvish korxonasi rahbariman. Biz 7 yil, 8 yil bo'ldi. Orzu gilam yuvish 7-yil ketyapti, Allohga bersa shukr. Chistidom Cleaning kompaniya rahbariman. Chistidom nomi bilan 4 yildan beri ishlab kelamiz. Xizmat erimizda 2012 yil tashkil etilgan avtomobilga bo'lgan avtomobilga. Yangi 1 yil bo'lgan. Yo'sa murodlagandan Hammani qurib qolmaydi. Mana boshlovdim. Gazani bosib turib bizniki nomi ajoyibroq. Gilam shu Muhitdin akamiz, shogirdlarimiz. Marg'ilonda biz. Hammasiga gilam yuvdiradigan birodarlar ekan. Assalomu alaykum. Men Abro gilam yuvish korxonasi rahbariman. 3 yildan beri ishlaymiz. Gilam yuvishda, xudo xolasa, yerga xizmat qilamiz. Andijon Marhamat tumanida, Marhamat shahrida joylashgan.